Bismillahirrahmanirrahim. İmam Malik Muvattoda yozgan ekan bu hadisni. Muvattoda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, o'tmishda bir odam bor edi, biror bir odamga hatto o'z ahliga ham yaxshilik qilmagan ekan. Umuman hayoti davomida yaxshilik qilmagan. O'limi yaqinlashgandan keyin oilasidagilarga vasiyat qildi. Men vafot qilganimdan keyin meni yoqasizlar dedi. Mukammal mayda kul bo'lib, yo'q bo'lib ketgunimcha yoqasizlar dedi. Onlar keyin yarmini quruqlikka sochasizlar, ikkita zarra bir joyga tushmasin. Kulli ikkita zarrasi. Yarmini dengizga sochasizlar, ikkita zarra bir joyga tushmasin dengizga. Shunaqa qilib sochasizlar. U bu ishni oxiratga ishonardi shu odam dedi. Hisob kitob qilinishidan qo'rqib shunday deyapti. Ichida o'yladiki, agar Alloh taoloning huzuriga olib borilsam, u meni hech kimga berilmagan azob bilan azoblaydi. Yomon qilgan ishlarimni jazosini qanday beraman deb turib shunaqa vasiyat qilgan ekan. Shu bilan birga bu odam baribir Alloh taolo uni hisob qilinishini bilar edi. Bu ishni vasiyat qilishiga sabab Allohdan uyaldi. Gunohlari ko'p edi, biroq iymoni bor edi. Shu odam o'ldi, bolalari yoqishdi, yarmini quruqlikka, yarmini dengizga sochishdi deydi, kul qilib. Yo'q. Alloh taolo shuni turg'izdi qiyomat kuni. Ey quruqlik, buni yig'inglar. Yig'ildi. Dengizga buyruq bo'ldi, buni yig'inglar dedi, yig'ildi. Jasadi qayta inson shakliga keldi oxiratda. So'radiki, bandam, nega bunaqa qilding? Menga iymoning yo'qmidi? Yo meni yig'olmaydi deganmiding? Desa, yo Robbim, yig'ishingni bilardim. Lekin uyaldim seni huzuringga kelishga. Degan shu gap uchun kechirib yubordi degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu hadisda. Estaizu billah. Qul innal mautal-lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom odamlarga, sizlar qochayotgan o'lim albatta sizlarni yetib oladi. Thumma turadduna ila alimil g'oybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Undan keyin o'sha g'oyib ishlarni bilguvchi va ko'rinib turgan ishlarni bilib turguvchi Allohga qaytib borasizlar deb ayting. Va sizlarni o'sha bilgan ishlaringlarga bilan bitta ogohlantiradi. O'sha nomi